yosh o'ynoqi ko'zlaringiz uzra tanib alifboni so'zga ulab so'zlaringiz o'qidingiz alifbeni. Qani tezroq o'qisin kitob qalbimizni yoritar, bu bizga oson. Hikmatdan hayotimizga yo'l boshidir u bizga, ivo tafakkur nurin sochar u dilimizga, komillikka ertadi
bugun savodxonlik bayrami. Xush kelibsiz hammalaringiz. Mana o'quvchilarni mana 4 oy davomida qo'limdan kelgancha savodlarni chiqardim. O'qishni, yozishni, chiziqchalar chizishni, hamma harfu sonlarni qo'shish va ayirishni qo'limdan kelgancha yordam berdim, o'rgatdim. Mana bundan keyin yana davom ettiramiz. Kelajakda Xudo xolasa Allohim nasib etib yaxshi kasblar egasi bo'lib qolishiga tilakdoshman. Mana hozir birinchi sinflar davraga sizlarni hurmatlaring bilan kirib kelishadi. Quyoshda shu'la sochgan, bilimga keng yo'l ochgan, bizda erkalar kuchgan, sizgadir ushbu kalom. Muallim, assalom. Uzun tunlar aldalar, oq yuvni oq taraf, o'stirdingiz erkalar, sizgadir ushbu kalom. Yorug' darsxona, biz vazanmiz siz ona, bo'lib bizga parvona, dilda ardoqlik kalom. Assalom. Doim taratib jahonga, eng bergan har insonga, hayotlik dini imonga, dilda ardoqlik kalom. Ana endi bolajonlar ijrosida Vatan jonim qo'shig'iga beramiz. Marhamat.